Sudyalar gapiruvchi qonundir. Ular odamlarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi. Qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari zarar ko'rmasligi uchun adolatni qaror toptiradi. Ayol sudyalar har bir ko'rilayotgan ishda voqelikka nafaqat qonun nuqtai nazaridan qaraydi, balki ayol kishi sifatida taqdiri hal bo'layotgan insonning so'zlarini yuragidan o'tkazadi. Quyidagi lavhamizning qahramoni ham Munis Xilqat vakili bo'lishiga qaramasdan adolat posboni, qonun himoyachisi. Farg'onalik muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Biz oilada 4 ta qiz, bitta o'g'limiz, men ikkinchi farzandman. Dadamiz dalada ishlashgan, qurilishda ishlashgan, ish bo'lmagan vaqtda novvoychilik qilishlariga ham to'g'ri kelgan. Onamda eng kichik ukam tug'ilganda qo'llarida chaqaloqlari bo'lgan. Dadam yopgan nonlarni bozorda sotishga yordam berganman. O'sha vaqtda Nozima opa 4-sinfda tahsil olar edi. Ota-onasining mashaqqatini his qilib, ularga ko'mak berishga intilardi. Biroq non sotish unga qimmatga tushdi. Kunlarning birida xaridor uning nonlarini ulgurji sotib olishni aytganda, u shoshib olib ketgan, mashinasiga yuklab, pul printerdan chiqargan pul bo'lgan, u haqiqiy pul bo'lmagan. Meni deb o'sha zarar ko'rishganini hech esimdan ketmaydi. Nozima opa Tojiyeva o'zi kabi boshqalar aldanib qolmasligi uchun muhim kasbni tanlashni istadi. Ogohlikka chaqirishda esa jurnalistika muhim kasb deb bildi. Tanlovda qatnashib, eng yaxshi maqola deb topilganda va chop etilgan. Shundan keyin ular menga jamoatchi muxbir degan guvohnoma berishgan. Yosh Nozimada yangi orzular paydo bo'ldi. Kechagina odamlar maqsadlarini oq qog'ozga tushirgan bo'lsa, endi ularning huquqlarini himoya qilishi mumkin. Sinfdoshlarimni himoya qilgan paytim bo'lgan. Undan keyin sinf rahbari menga bu prokuror, bu sudya deb murojaat qilgan. O'sha so'z menga haqiqatan boshqacha eshitilgan. Uxlab yotsa ham kitob bilan uxlaydi, o'rnidan tursa ham kitob bilan uxlaydi. Bu o'zi faqat o'zi o'qibgina qolmay, axlatga ukalarni ham ana shunga talab qilgan. Oliy ta'limga hujjatlarni topshirdi, bor mahoratini ishga soldi va u talaba bo'ldi. Faqat shartnoma asosida. Shartnomada o'qiganim uchun mendan keyingi singillarim oliygohda o'qirdi-da, ota-onam qiynalishmasin deb ishlardim. Bugun esa Nozima opa Tojiyeva Farg'ona tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi maqsadlariga erishdi va faoliyat ko'rsatyapti. Ammo sudya bo'lib, har ikki tomonni ko'nglini olish qiyin masala ekanligini angladi. Sud prosesidan keyin arizasi rad bo'lgan inson, fuqaro sizga nisbatan o'zini adovatini ko'rsatsa, uni misol uchun hazm qilish qiyin-da. Sudya opa uyida yaxshigina beka, ammo ko'p vaqtini yangiliklar izlashga, qonundagi o'zgarishlar va tajribalarga sarflaydi. Bu ham kasbga berilgan mehrdan bir darak. Qolaversa, sohaga oid kitoblar o'qiydi. Detektiv kitoblarini o'qiyman va ozgina bo'lsa ham chalg'iyman, sababi unda u kitob shunaqa yoziladiki, insonni o'zini ichiga olib ketadi-da. Agar taom tayyorlasa, yaxshigina oshpaz, sport bilan shug'ullansa, tezkor sportchi, turli pishiriq va gazaklarga ham usta opa. Xullas, faxrlansa, arzigulik ayol. Baxtiyor onani biriman desam men adashmayman hamda. Mana Xudoga shukr, men bolam orqali shunaqangi nimalarda yashayapmiz. Otasi ham xursandlar. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.